Demak, birinchi darsimiz. Birinchi darsimizda sizlar bilan arab tiliga kirish qilamiz. Eng birinchi bilishingiz kerak bo'lgan narsa 3 ta qoida. Birinchi qoida. Hozir doskaga 3 ta qoida yozaman. Faqatgina qoidadagi har bitta so'zni bosh harflarni yozaman. Birinchisi. Taxmin qilib ko'ring. Nima deb yozdim? Agar taxmin qilgan bo'lsangiz, bu yerda arab tilida 28 ta harf bor. Ana endi o'zingiz o'qib ko'ring. Juda yaxshi. Ikkinchi qoida. Arab tilida so'zlar o'ngdan chapga yoziladi va o'qiladi. Ikkinchi qoidamiz. Arab tilida unli harflar yo'q. Unli harflar qaysi edi degan sizda savol tug'iladi. Tabiiyki, ona tilidagi ba'zi bir qoidalarni unutgan bo'lishingiz mumkin. Unli harflar eslataman. O'zbek tilida a, i, e, u harflari unli hisoblanadi. Ana shunaqa harflar arab tilida mavjud emas. Ana endi birinchi qoidamizni tahliliga o'tdik. Birinchi qoidamiz, arab tilida 28 ta harf bor edi. Ular qaysilar? Alif, ba, ta, sa, jim, ha, xa, dal, zal, ra, za, sin, shin, sod, dod, to, vo, ayn, g'oyn, fa, qof, kaf, lam, mim, nun, ha, vav va ya harflar. Mana shu barcha harflar 28 tani tashkil qiladi. Ikkinchi qoidamizni sharhiga o'tdik. Ikkinchi qoidamizda arab tilida so'zlar o'ngdan chapga yoziladi va o'qiladi dedik. Masalan, aytaylik, maktab so'zini yozadigan bo'lsak, biz o'zbek tilida chapdan o'ngga yozamiz. Arablar esa o'ngdan chapga yozishadi. Uchinchi qoidaning sharhi. Arab tilida unli harflar yo'q. Tasavvur qiling, qandaydir bir so'zni, arabcha so'zni men o'zbekcha harflar bilan yozmoqchiman. Aytaylik, mana shu maktab so'zi. Maktab so'zi arab tilidan kirib kelgan o'zbek tiliga. Shu so'zni agar arabcha harflar bilan yozadigan bo'lsam, mana bunday ko'rinishga ega bo'ladi. M, K, T, B. Sababi arab tilida unli harflar mavjud emas. Unli harflar mana bu A. Ularni olib tashlasak, bizda qoladi M, K, T, B. Demak, arablar faqatgina undosh harflarnigina yozishar ekan. Tabiiyki savol tug'iladi. Qanaqa qilib to'g'ri o'qiydi bo'lmasam? Nimaga unda maktab so'zida a bor? Bu arab tilidan kirib kelgan o'zbek tiliga. Arabcha so'z bo'lsa-yu, a'si bor-u, siz aytyapsiz, hech qanaqa unli yo'q deb. Sababi arablarda harakatlar bor. Ya'ni belgilar. Harfni ustiga va ostiga qo'yiladigan ayrim belgilar bor. U belgilar harakatlar deb nomlanadi va ular unli tovushlarni beradi. Masalan, aytaylik, agar biror bir harfni ustiga bir chiziq tortilganini ko'rsangiz, mana bu kabi m va uning ustida bir chiziq. Buni a deb o'qiymiz. Demak, bu birinchi undoshni o'qiymiz, keyin harakatni. Ma. Ikkinchisi, agar harfni ostida qandaydir bir chiziqni ko'radigan bo'lsangiz, mana bu kabi. Bu chiziq i tovushini beradi. Demak, m, i, mi. Agar harfi ustida 9 ga o'xshagan belgini ko'radigan bo'lsangiz, bu belgi u tovushini beradi va bu birgalikda harf bilan mu deb o'qiladi. Demak, ma, mi, mu. Ma, mi, mu. Aytaylik, maktab so'zini agar men harakatlar bilan yozadigan bo'lsam, ma
ma, k. Kni hech qanday unli harfi yo'q. Undan keyin shuning uchun hech narsa yozilmaydi. Ta, b. Mana biz arabcha so'zni harakatlar bilan yozdik. Maktab. Yoki keling bir dalil degan so'zni harakatlar bilan yozib ko'ramiz. Dalil. Da, li, l. Dalil. Yana bir so'z. Daftar. Da, f, ta, r. Daftar. Agar qaysidir bir so'zni harakati yo'q bo'ladigan bo'lsa, uni ustiga mana bunday yumaloq belgi qo'yib qo'yiladi va uni harfni o'zini o'qish kerakligini bildiradi. Ya'ni maktab. Dalil so'zida da, li, l. Daftar. Daftar. Bu harakatlarning nomi a harakatining nomi bu fatha, fatha. I kasra, kasra. U domma, domma. Va mana bu to'xtash belgisi esa hech qanday harakat yo'qligini bildiradigan belgi sukun deb nomlanadi. Sukun. Mana bugun sizlar bilan birinchi darsimizda harakatlarni o'rgandik.